Nimaga Saida Birora blogi 1 yilda 170 mingta auditoriya yig'di va loyalniy auditoriya yig'di. O'zbekistonda yo'q narsa. Ko'pchilik kim SMM qilsa SMMdan blog ochadi, kim shaxsiy brend qilsa shaxsiy brenddan blog ochadi. Biza ancha chetga surib turdik blog ochishni. Birinchi mana shu e-commerce yoki e-commerce marketing agencyni O'zbekistonda yo'q sohani ustasi bo'lib olish uchun, ketmonni o'chirib olish uchun. Dunyoni egallidi ketmoni uchganlar, ular omadli hamma joyda, dunyoni egallidi ketmoni uchganlar, hammasi joyda, ketmoni uchganlar. Assalomu alaykum, hormanglar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Ketmoni uchganlar anchadan beri kutib turganlar bo'lsa, mana yangi sonni boshlab olamiz. Bugungi sonimizning mehmoni Balidan uchib kelgan inson. Aynan shu podkast uchun desiga ham bo'laveradi. Anchadan beri kelishib qo'ydik. May oyida taxminan gaplashamiz deganlarga okey deb yilni boshida O'zingizdan borishim bilan yozdingiz-da. Buni ikkinchi kuni yozdingiz. Okey, bir hafta oldin qaytdingiz dedingiz. Uch ketib bo'lgan ekansiz. Men xabarim yo'q. Men uchib borgan kunim yozdingiz-da. Yo'q-e. Men o'zi bu yerda media produktlarning hammasini taxlab, oldindan 30 kunlik, 40 kunlik planni, videolarni yozib ketib bordim-da, shu bu yerda ishlamaslik uchun. Borishim bilan yozyapsiz-da, okey, podkast qilamizmi? Zato mana bugunga nasib qilgan ekan. Bugungi podkastimizni sizlarga zo'r insightlar bilan to'la deb va'da bera olaman boshidan. Xudo xolasa inshaalloh. Bomba bo'ladi. Nima insightlar olsanglar kommentariyaga sirazi yozib ketinglar. Boshqa odamlarning insightini ham o'qinglar, sizlarga o'zingizlarga kerakli narsalarni olasizlar, aniq. Chunki siz tushunmagan narsani boshqa auditoriya tushunishi mumkin. Shu sababdan podkastni boshlaymiz. Ushbu podkastimizni ikkita savollar atrofida aylanamiz. Nima uchun buni ko'rishim kerak degan savolga oldindan javob berib qo'yaylik. Birinchisi, biza hozir e-commerce marketing haqida gaplashamiz. Ular o'zi nima sohadalar? Shu haqida ozgincha shaxsiyatlariga o'tamiz. Unda boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umid aka, yaxshimisiz? Rahmat. Oldin o'zingizni bir tanishtirib olsangiz. Ismim Saida Biror. Yoshimni qizig'i bo'lmasa kerak. Bu sir bo'lib qo'ya qolsin. Hozirda e-commerce marketing agency biznes modelida ishlaymiz. 3,5 yil bo'ldi bu sferaga sekin o'tib olganimizga SMMdan. Nimaga SMMdan ketib e-commerce marketing agencyni boshlaganim bu ko'pchiligiga qiziq narsa, lekin bu ochiq narsa. Har bitta videolarda, har bitta darsliklarda, kerak bo'lsa har bitta podkastda aytib boraman. O'zbekistondagi auditoriyani, ya'ni biznes auditoriyani neplатежеспособныйлigi, hozir ruscha qilib aytganda. Ya'ni siz ishingizni qilasiz, kerak bo'lsa rezultatingizni qilib berasiz. Ko'pchilik bugungi kunda ishlayotgan biznes ownerlar marketingga pul ajratishligisi kelmaydi. Shu sababdan bitta katta case bo'lgan. Ya'ni 2021-yilda biza bitta katta kompaniyani lead generatsiyasini olganmiz. Bir kunda 86 million savdo qilib berilgan. Bir kunda. Bir kunda. Xizmat ko'rsatishmi yo ishlab chiqarishmi? Lead sotish. Ya'ni ularga, ularning sohasi kosmetika sotish. Tovar. Xo'p, shu holatdan keyin bizada shunaqa kelishmovchiliklar bo'lgan, tushunmovchiliklar bo'lgan. U kompaniya O'zbekistonning kompaniyasi ham bo'lmagan, chet eldan kirib kelgan kompaniya bo'lgan, lekin boshlig'i botli bo'lgan, aka. Va u aka shunaqa yo'l tutganlarki, pul berishmaganda, xullas. Berishgan, summani 10 barobar kamaytirib berishgan. Akasi ichkarida juda ham katta savdo bo'lgan. Bir 5x, 10x katta savdo bo'lgan. Shuni tushunganimizdan keyin yalinib yurib nima qilamiz? O'zimizning uslubimizni ham qilib, ham ularga yalinib deb boshqa biznes model qilishni boshlaganmiz. Va e-commerce marketing agency bizning sohamizga eng yaqin va eng daromadi yaxshi soha bo'lib chiqqan. Nimaga? Chunki O'zbekistonda metrikasini, sizni ishingizni rezultatini metrikasini o'lchash juda ham qiyin. Ya'ni sizdan kelgan auditoriya yoki sizdan kelgan sotuvlarni aynan sizdan kelganligini ochiq oydin ko'rsatib berish qiyin bo'lgani uchun e-commerce marketing agencyda buni teskarisi hamma algoritm ko'rinib turadi. Umuman sonda hamma narsa ko'rinib turadi Shopify platformasida.
ya'ni mana shu sizni reklamangizdan qancha odam keldi, qancha sotuv bo'ldi va siz qanaqa foyda olib keldingiz kompaniyaga. hozir siz aytayotgan terminlarni, joylarni bilmasligi mumkin-da ba'zi insonlar. Noldan boshlaylik. E-commerce marketing o'zi nima, u haqida batafsilroq tushuntirib. E-commerce marketing nimaligini tushunish uchun o'zi e-commerce nimaligini tushunish kerak-da. Давайте unda boshlaymiz. Ya'ni nimaga Saida Birora blogi 1 yilda 170 mingta auditoriya yig'di va loyalniy auditoriya yig'di. O'zbekistonda yo'q narsa. Ko'pchilik kim SMM qilsa SMMdan blog ochadi, kim shaxsiy brend qilsa shaxsiy brenddan blog ochadi. Biz ancha chetga surib turdik blog ochishi. Birinchi mana shu e-commerce yoki e-commerce marketing agencyni O'zbekistonda yo'q sohani ustasi bo'lib olish uchun, ketmonni o'chirib olish uchun. Ketmonni o'chgandan keyin blog boshladik. Savolingizga qaytadigan bo'lsak, e-commerce nima? E-commerce onlayn savdo. Primoy tarjimasi o'zbek tiliga onlayn savdo. Agar kim tufli ishlab chiqaradimi yoki Xitoydan tovar olib keladimi, internet orqali sotsa, u e-commerce bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Agar siz tovaringizni Amazonga qo'ysangiz yoki Uzumga qo'ysangiz yoki o'zingiz sayt ochib, u yerda sotishni boshlasangiz, e-commerce bilan shug'ullanayotgan bo'lasiz. Endi bugungi kunda butun dunyoda 1 millionga yaqin e-commerce storelar bor, ya'ni onlayn do'konlar. Amazon, Wildberries, Ozon, Uzumga o'xshagan platformalarni, ya'ni hamma kirib o'zini tovarini sotishi mumkin bo'lgan platformalarni chiqarib tashlasangiz, o'zi sayt ochib, o'zini tovarini sotayotgan e-commerce do'konlar 1 millionga yaqin butun dunyoda. Qaysidir qismi Hindistonda bo'lishi mumkin, qaysidir qismi Amerikada bo'lishi mumkin, Yevropada va hokazo va hokazo. Bu butun dunyoda rivojlanib bo'lgan. 2015-yildan boshlab bu pikiga chiqqan, O'zbekistonga hali yetib kelmagan deb aytishardi. Bir 5-6 yil oldin unda Uzum yo'q edi. Uzum bor hozir, Yandex Market kirib keldi, boshqa platformalar kirib keldi va faktichески odamlar onlayn savdo madaniyatini tushunayapti. Ya'ni o'zingiz bitta eslang, 2011-2016-yillar atrofida borgani 2019-yilgacha balki siz tasavvur qila olgan bo'lishingiz mumkin, chunki marketingda ishlagansiz. Lekin uzoq qishloqda yoki sal shahar chekkarosida, kerak bo'lsa shahar o'rtasida ham onlayn narsa zakaz qilamiz. U eshigimizdan tagiga tashlab ketadi yoki borib bugun zakaz qilsa ertaga punkt ichidan olib olamiz degan narsani aytadigan bo'lsangiz, odamlar jinni bo'lib qolsan deydi-da. Juda qiyin tuyulardi agar bo'lsa. Borib ko'rib ushab, keyin olaman. Hozir ham shunaqa odamlar bo'lishi mumkin, lekin bu narsani tasavvur qilisha olmasdi. Lekin hozir 5 yil o'tib, bu narsa normal holatga aylanib qoldi. Endi tasavvur qiling, 5 yildan keyin o'nlab, balki yuzlab onlayn do'konlar ochilib ketadi O'zbekistonda. Bu prognoz, bu statistika. Chunki Amerika qayerga qarab rivojlanayotgan bo'lsa, Rossiya qayerga qarab rivojlangan bo'lsa, O'zbekiston ham o'sha yoqqa qarab rivojlanadi. Ya'ni bizda nimadir yangi narsa yoki bizdan chetlab o'tadi u narsa deb ayta olmaymiz. Qachondir kiradi va kirib bo'ldi va uni rivojlanish stadiyasi jadal ketyapti hozir. Mana shu e-commerce deb aytiladi. Ya'ni biza yoki o'rtog'imiz onlayn savdo bilan shug'ullansa, tovarini arendaga joy olib emas, misol uchun Tashkent Citydan bitta joy olib o'tga shuncha pul ketkizib, arendasiga odamlarga ishchilarga pul to'lab, remontga pul ketkizib qiladigan yo'lni emas, balki oddiy sayt ochib reklama yoqib sotiladigan yo'lni qilsa, bu e-commerce bo'ladi. Mana shu umumiy qilib aytganda e-commerce. Endi e-commerce marketing agency nima degani savolga, mana shu haligi do'konlar bor-ku, 1 millionga yaqin do'konlar. Sizga savol. O'zbekistonda nechta biznes bor? Umumiy hisob bo'yicha mana marketingda ishlaysiz. Hozir 1 million deyapsiz-ku, o'sha agregatlardan tashqari, ya'ni Yandex, Ozon, Amazonlardan tashqari alohida sayt qilingan 1 millionni aytyapsiz, to'g'rimi? Platformalardan tashqari. Ya'ni любой odam kirib o'zi savdo qilib ketishi mumkin bo'lgan platformalardan tashqari, marketplacelardan tashqari, oddiy faqat brendni o'zini sayti. O'sha yerda kirib sotib olsangiz bo'ladi. Shunaqa onlayn storelar butun dunyo bo'yicha 1 millionga yaqinlashib qoldi o'sha. Xo'sh. Balki ko'proq, balki kamroqdir, lekin misol uchun aytaylik, biz endi boshlayotganimizda 250 ming 300 ming atrofida edi. Hozir уже 3 yil 4 yil o'tdi, u double bo'lgan. Endi savol, e-commerce marketing agencyni tushuntirishdan oldin yoki tushuncha berishdan oldin, oddiy men to'g'risi auditoriyadan balki kechirim so'rayman, bunaqa qochirimlar bilan gapirayotganim uchun, lekin men yomon ko'raman. E-commerce bu yunoncha so'zdan olingan bo'lib, palon pismadon degan joy anaqani bildiradi degan gapni. Savol beraman sizga, O'zbekistonda qancha biznes bor? Plus minus
offline bizneslar xizmat ko'rsatadigan plus tovar sotadigan B2C. Qaysi endi darajasi ham borda, MVP bor, o'rta miyona bor, yo kattalar bor. Hammasini yig'ishtiradigan bo'lsangiz. Hammasini yig'ishtiradigan bo'lsa, B2C'larni, B2B'larni chiqarib turib. B2C'larda juda katta biznes deganda men anu ipodromda sotayotgan odamlarni ham biznes deb hisoblayman-da. Chunki ular hozir men Singapurga Malayziyaga borib ko'rib kelgan opitimni aytib beraman, hayron qolasiz u narsani. O'shalar bo'lishi mumkin. Misol taxminan aytaylik, agar bu yoqdan vodiydan tortib vohaga yetadigan bo'lsak, 700 mingcha bordir. 700 ming-1 million aytaylik, 700 ming, 500 ming, 700 ming atrofida. Endi savol, o'shancha onlayn agentstvalar bormi degan savol. Yo'q. Ya'ni talabga nisbatan taklif juda ham past. Endi odamlar bori bozor to'lib bo'lgan, oversaturated deb yozadigan aqlli ingliz tilini bilib olgan odamlar prosta statistikaga qarasangiz bozor to'lmagan, to'la olmaydi ham. Ya'ni hattoki bitta SMM kompaniya yoki marketing agentstva 10 talab, 5 talab klient olganda ham hammasini obslužивать qila olmaydi, bor anaqa. Bu bitta O'zbekiston miqyosida qarayapmiz-da hozir. Endi e-commerce marketing agency xuddi shu narsaga o'xshab 1 millionga yaqin onlayn storelar bo'ladigan bo'lsa, siz aytolmaysiz 1 millionta agentstvalar bor, qaysiki ularga xizmat ko'rsatadi marketing bo'yicha. O'shaning uchun biza именно e-commerce marketing agencyni tanlaganmiz. Talab juda ham katta va baryer kamroq bo'lgani uchun, baryer deganda til baryer, ingliz tilini bilsangiz, istalgan dollarda, yevroda, nuqtada ishlash mumkin. Pul to'laydigan anaqa kompaniyalar bilan ishlasa bo'ladi. Endi umumiy qilib aytadigan bo'lsak, men hisoblab chiqdim o'tgan oy o'zim uchun где-то 10 ming-15 mingga yaqin agentstvalar, realniy yaxshi ish qilib beradigan agentstvalar bor ekanda. O'shanda ham talabni qoplolmaydi-da. O'shaning uchun bu ochiq bozor hozirgi kunda kirsa bo'ladi. Hattoki bu bozorga kirish uchun universitetda o'qigan bo'lish shart emas. Bu bozorga kirish uchun marketingdan juda ham kuchli bilimga ega bo'lgan odam bo'lish shart emas. Ozgina qiynaladi, lekin nonni topib ketsa bo'ladigan bozor. Endi e-commerce marketing agency xuddi o'sha o'zimizdagi SMM kompaniyalarning onlayn formati. Siz onlayn do'konlarga marketing xizmatini ko'rsatasiz. Performansga yaqinroq narsami bor bu yerda? Lead genga qarab, lead gen emas. Lead gen emas. Chunki biza u yerda lead gen deganimiz tushuntirib ketaylik. Lead generatsiya degani siz o'sha kompaniyaga, tavariga qiziqqan odamlarning ro'yxatini va telefon raqamlarini chiqarib berasiz. Performance marketingda siz faqat o'sha rezultatga javob berasiz. Sotib oladi yoki sotib olmaydi. Aynan biz mana shunaqa modelda ishlaymiz. Bugungi kunda aytaylik, klient bizga murojaat qilib chiqadi yoki biz klientga murojaat bilan chiqamiz va asosiy savol, sen menga nima bilan yordam bera olasan? Ya'ni men agentstvaman, e-commerce marketing agency va klient savol beryapti, chiqayotganda nima bilan yordam bera olasan? Sizga savol yana uzr, anaqa savol formatida bo'lib ketyapti. Davaychi almashamiz deydi. Yo'q, men yoqtiraman-da, anaqa nima deydi? Zo'r kontakt qilish formatida. Savol, misol uchun, O'zbekistonni qasi bilan auditoriyasi bilan ishlamaganim uchun, ancha bo'lgani uchun, hozir balki men ham nimadir o'rganarman sizdan. O'zbekistonda biznes ownerlarga borsa, SMM kompaniyalar borsa, biznes ownerlar nima foydani tegadi menga deb savol beradi. Birinchi savol. Va o'shanda qanaqa javob berishadi? Aksariyat SMM agentstvalarining rahbarlari yoki sotuv menejerlari. Agar hozirgi tendensiya bilan gaplashadigan bo'lsak, Said Abror, hozir SMM talabga ega emasda, даже O'zbekiston bozorida. Tadbirkorlar mana уже sekin-sekin o'qishni boshlayapti. Da, hammasi ham emas. Lekin уже tushunadiganlar ko'payyapti. Kimdandir eshityapti, og'aynisidan eshityapti yoki tadbirkorlarning klubiga qatnashyapti yoki treninglarga boryapti. Хотя бы YouTube'ga kirib ko'radiganlar bo'lyapti-da, уже o'rganishyapti. Chunki O'zbekistondagi coachlar ham, tadbirkor coachlar ham YouTube'ga o'tyapti уже. YouTube'da o'zini bilimini berib boryapti. Ularni ko'rib turib, demak, mana bunaqa qilinar ekan, mana bunaqa qilinar ekan deb shu saviya oshgandan keyin SMM emas menga kerak narsa. Menga o'zi aslida sotuv kerak ekan. Sotuvga kim javob beradi? Marketing bo'limi javob beradi. Marketing qanaqa bo'ladi? Faqat SMMdan iboratmi? deb turib keyin shunga o'tiryapti. Aslida bizning O'zbekistondagi tadbirkorlarning ko'pchiligi qanaqa fikrlardi? Hozir ham bor, to'g'ri, shunaqa fikrlaydiganlar. Marketing bu Instagramdagi Reels deb o'ylashadi.
ko'p holatda mana ko'pchilik bilan biz suhbatlashamiz. Biz mijozlarga o'zimizning xizmatlarimizni taklif qilganda ham, biz bilan suhbat olib borganda ham Instagramni marketing deb o'ylashadi. Oldin o'sha tadbirkor o'zini o'qitish kerak bo'ladi-da, siz Da. sotishingiz uchun uslugingizni. Eng qizig'i boru, agar shunaqa bilan ishlash, men o'zi aslida tavsiya qilmayman. Agar o'zingizlarning agentstvangiz bo'lsa, marketing agentstvi bo'lsa, ishlash tavsiya qilmayman bunaqa tadbirkor bilan. Ikki karra qiynalasiz. Birinchi unga ustoz bo'lasiz, ikkinchi unga dushman bo'lasiz. Chunki u aqlinglarni yomon ko'radi ko'p holatda tadbirkorlar. Kim kraniak, SMM kraniak. Ha, sotuv bo'lmadimi, siz javob berasiz-da. Aslida o'zidan bo'ladi ko'p holatda. Mana shu yerda yana bitta yomon tendensiya shuki, tadbirkorlarni ilmsizligini ketidan nima deydi? Qanaqa cho'rtkasarlik bilan aytsa bo'ladi buni? Mashqalar ko'payib ketdi-da. Ya'ni kelib o'sha prosmotrlar bilan social maqsadlarni asosiy maqsad ko'rsatib, ya'ni followerlar, like'lar sonini yoki o'sha prosmotrlar sonini asosiy maqsad qilib ko'rsatib, uslugasini sotib ketib, 2 haftadan keyin yoki 1 haftadan keyin u odamni ko'rmaysizda keyin. Shunaqalarga imkoniyat ko'payib ketdi. O'shaning uchun ham men o'ylayman, hozirgi kunda tadbirkorlarimizni o'qiyotgani, o'zini ustida ishlayotgani, kerak bo'lsa, nima deydi, universitetda qayta kvalifikatsiya olayotgani juda ham katta foyda bo'lyapti-da. Mana siz O'zbekistondagi tendensiyani aytdingiz. Bizda tadbirkorlar в основном endi bu faqat SMM mutaxassislarning ham muammosi yoki nima deydi, ayb emas. Tadbirkorlarning o'zi nima xohlayotgan bo'lsa, SMM mutaxassis ham o'shani taklif qiladi. Davaycha anaqa qilaylik, tadbirkorlar o'zi nima xohlayotganini to'g'ri tushunmaydi. O'sha narsa. Tadbirkorlar bizda social maqsadlarni, ya'ni social media marketing bilan e-commerce marketing agency'ning farqi o'zi nomida-da, social media marketing. Ya'ni men savdoga javob bermayman. Men faqat likinga va prosmotringga javob beraman degan agentство. Endi Yevropada, Amerikada, chetdagi e-commerce bozorida ularni qiziqtirmaydi siz nima qilasiz. Ularni real qiziqtirmaydi. Ya'ni reputatsiyasiga ta'sir qilib qo'yishingiz kerak emas, lekin Reels orqali rivojlanasizmi, Google reklamasi orqali, Yandex reklamasi orqali rivojlanasizmi yoki shu performance marketing qilasizmi yoki videolarni sotib olasizmi, boshqa storonniy agentstvalarda nima qilsangiz qilasiz, savdosini oshirib berishingiz kerak. Sotuv. Bo'ldi, boshqa narsa hech narsa qiziqtirmaydi. Bu birinchi o'rinda. O'tda ham bunaqa Yevropada ham aqlli va tupoy anaqalar bor. Business ownerlar bor. Aqllilar nima deydi? Keladi, men revenue'imni oshirishim kerak. Revenue ingliz tilidan bu savdo degani, kassa degani, ya'ni kassangizga pul tushadigan summa bu revenue deb aytiladi. Revenue'imni oshirishim kerak, kassamdagi pulni ko'paytirishim kerak deb aytadi. Aqllilari keladi, menda kassamda ma'lum bir summa bor. Aytaylik, har kuni tushib turadigan $300,000 kunlik aytaylik yoki oylik $350,000 tushib turadigan summa bor. Lekin men u pulimni haqi ketayotganini tushunmayapman. Ya'ni savdo bor, lekin unit economy yo'lga qo'yilmagan. Kerak emas 5 talab dizayner ishga olib tashalgan, kerak emas outsource kompaniyalar ishga olib tashalgan. Undan tashqari ham logistik kompaniyalarni qimmat ishga olib tashalgan. Unit economy bo'yicha keladi, agentство, ya'ni o'sha e-commerce marketing agency'ning servisi unit economy bo'ladi. U hech qanaqa qiziqtirmaydi u servis tanlaydigan bo'lsangiz, rasm, post va hokazolar qiziqtirmaydi. Siz faqat buxgalteriyasini to'g'rilab berishingiz kerak. Yoki keladi-da, mana shunaqa menda revenue bor, qayerga pulim ketayotganini tushunmayapman deydi. Ikkinchi holatda o'zi bizni tekshirganimizda, analiz qilganimizda bugungi kun, chunki biz anaqa qilamiz-ku, auditoriyaga YouTube'da, Instagramda tushuntiramiz. Siz e-commerce marketing agency'ni usluga qilib sotmoqchi bo'lsangiz, ya'ni shu biznesga kirmoqchi bo'lsangiz, onlayn do'konlarni rahbarlarini muammo va og'riqlarini bilishingiz kerak. O'rganib chiqish kerak. Va ko'pchilik men so'raydi, qayerda nima muammo bor, men qayerdan bilaman, men u biznesmen bilan gaplashmagan bo'lsam, men u biznesga kirmagan bo'lsam. Bugungi kunda bu muammoni ChatGPT ham aytib bera oladi, bugungi kunda DeepSeek ham aytib bera oladi, lekin shaxsiy tajribadan kelib chiqiladigan bo'lsa, onlayn do'kon egalarining asosiy 3 ta muammosi bor. Men ingliz tilida aytib ketaman, keyin qo'yib yuborsa bo'ladi ma'nosini. Birinchisi bu customer acquisition cost. Ya'ni nimaligini yaxshi bilamiz. CAC deb aytiladi. Bitta mijozni jalb qilish narxini tushirish. Ularniki juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni hamma narsani o'sha unit economy bo'yicha boshida hisoblab chiqamiz. Nech pulga tushyapti bitta mijozni jalb qilishimiz.
o'sha narxni tushirib berish. Chunki customer acquisition costni biz tushiradigan bo'lsak, mijoz bu oy $50,000 topadi, keyingi oy ham $50,000 topadi, lekin o'tgan oy topgan $50,000 dan chiqqan sof foydasidan ko'ra bu oygi sof foydasi kattaroq bo'ladi. Nimaga? Chunki biz o'sha customer acquisition costni pasaytirib berdik. Rasxodlarni kamaytirdik. Ikkinchi muammosi bu har bitta o'sha onlayn storda nima deydi, anaqa bo'ladi, problemalarni biri deb aytamiz biz, bu cart abandonment rate. Ya'ni onlayn stordagi korzinka bor, o'shani abandonment rate o'zi primoy tarjima qilganda onlayn do'kondagi korzinani tashlab chiqib ketgan klient. Ya'ni men bu narsaga oldin e'tibor bermasdim, yaqindan imенно klientlarning shu muammosini yechishni boshlaganimizdan keyin ular bilan yaxshi отношениyalar qura boshladik, chunki bu juda ham katta og'riqlardan bittasi ekan. Ya'ni men aytaman-da, har doim ham klient muammosi pul emas. Ya'ni bizda ko'p holatlarda qaysi biznesmenning oldiga borsangiz ko'proq pul olishim kerak, anaqa topishim kerak edi. U yerda Yevropada hammaning ham muammosi ko'proq pul topish emas. Pul topgan pulni barakali qilish muammosida, o'zbekcha qilib aytganda. Topganman $50,000 yoki $100,000 oyga topganman, lekin shashvaram qolmayapti menga deydi. O'shani barakaliroq qilish yo'lini ko'rsat. U barakaliroq qilish yo'li o'sha 0 va 1 lardan iborat bo'lgan matematikada. Endi haligi cart abandonment rate ga qaytadigan bo'lsak, chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun, siz televizorda hozir bugun ko'rdim yoki kecha ko'rdim, Yandex Market, Uzum Market va Wildberries reklama chiqib qoladi. Misol uchun, o'tda arzon maktab uchun принадлежностьlarni sotishyapti aytaylik. Maktab bozori degan aksiya ketyapti va shu aksiyada qatnashing deb reklama ko'rib qoldi. Qaysidir dama-xozayka bolalarimga arzon mana anaqa maktab bozori sotib olaman deb kirdi va kirgandan keyin tanladi, bir 1 millionlik narsani korzinga tashab qo'ydi. Tashab qo'yganidan keyin qarasa, kartada pul yo'q. Eri kechki payt ishdan keladi. Voy, bo'pti, kechqurun olamiz deb chiqib ketdi saytdan. Bo'ldi. U odam cart abandonment rate degan spiskaga tushdi. Ya'ni saytga kirdi, qiziqdi, tovarni korzinaga soldi, o'sha check out qilayotgan joyda chiqib ketib qoldi. Va o'shalar eng sotib olgan odamlardan keyingi turadigan eng issiq klientlar hisoblanadi. O'shalarning spiskasini kamaytirish maqsad. Chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin уже bizda bunaqa narsalarni ko'rmadim O'zbekistonda, lekin misol uchun Yevropada, Amerikada, Dubayda yoki o'sha Balida onlayn stordan shu narsa sagas qilib chiqib ketadigan bo'lsangiz, оформить qilmasdan, pulni to'lamasdan, bo'ldi, emailingizga kelaveradi сообщение. Qolib ketdi korzinada. Mening tovarim qolib ketdi. Уже bir hafta javob bermasangiz сообщениyaga yoki korzinangizni kirib sotib olmasangiz, уже skidka berishni boshlaydi. 30% skidkada sotib oldi. 40% skidkada sotib oldi. Va maqsad korzinaga kirgan odamlarni, korzina уровениgacha yetib borgan odamlarni sonini yetib borib chiqib ketgan odamlarning sonini kamaytirish. Chunki опять-таки haligi narsaga yetib borib taqaladi-da. Agar biz reklamaga $10,000 tiksak yoki $3,000 yoki $15,000 tiksaydi va undan qanaqadir rezultat oladigan bo'lsak, bu qila olgan eng yaxshi rezultatimiz degan narsa yo'q-da, undan ham yaxshi qila olish mumkin. Chunki o'zi birinchi targetlar, birinchi mana shu platniy reklamalar chiqayotgan paytda eshitib bo'lsa, nima qilishardi? Balki O'zbekistonda ham hozir bu narsa rivojlanib qolgandir-ku, lekin biznes owner kelib $1,000 targetga berdi va biz aytaylik 500 ta tovar sotdik. Biznes ownerga tushuntirishardiki, $2,000 tikish kerak, 1000 ta tovar sotishimiz uchun. Yoki 3 barobar ko'proq tikish. Biznes owner ham tushunmaydi-ku narsani tikaverardi. Ya'ni qancha ko'p tiksam, shuncha ko'p savdo bo'ladi. Yo'q, e-commerce marketing agencyda unaqa degan narsa yo'q. Biznes ownerlar juda ham yaxshi tushunadi, kerak bo'lsa bizdan yaxshi tushunadi marketingga, faqat ularga qo'l kerak o'sha ishni qilib beradigan. Shunaqa. Va bizani ishlaydigan klientlarimizni asosiysi pulini ko'paytirish uchun emas, hali aytgandek, pulini barakaliroq qilish uchun ishlaydi bizlar bilan. Umumiy qilib aytganda, e-commerce marketing agency shunaqa qiziq istoriyalardan iborat bo'ladi. Qarang, hozir bu yerda e-commerce asosiy tovarka bilan ishlayaptimi shunda hozir? Bizni klient olayotganimizda, ya'ni agentstvoga klient qilib olayotganimizda qat'iy anaqalarimiz bor, filtrimiz bor. Xo'p. Birinchisi e-commerce store bo'lishi kerak, ya'ni u onlayn tovar sotadigan magazin bo'lishi kerak. Sayti bor.
tovar sotadigan. tovar sotadigan, usluga emas. Misol uchun chiqadida bizni lead zakaz qilamizda, har oy outreach qilishga, o'sha klientlarga murojaat qilib, bizning uslugamizni olinglar deyishga 1000 ta 2000 ta lead zakaz qilamiz. Orasidan 30% brakka chiqib ketadi. Chunki misol uchun qanaqa lead olib beray, qanaqa biznes egalarini nomerlarini va emaillarni olib beray desa, biz aytamiz health and wellness nishasidagi, ya'ni skin care bo'lishi mumkin, ichida fitness brendlar bo'lishi mumkin, kosmetika brendlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa brendlarni egalarini nomeri kerak. Va orasidan biz filtr qilganimizda 30% salon krasoti, soch bo'yaydigan salonga yoziladigan, ya'ni anaqa qiladigan, nima deydi, vaqtini, salonni vaqtini belgilaydigan saytlar bo'ladi, shunaqa bo'lib chiqadi-da. Ular bilan biz ishlaymiz, chunki biz kontrol qila olmaymiz, ular qancha klient olyapti, qanchasi biz orqali olyapti, qanchasi brakka chiqib ketyapti. Biz faqat sayti bor, ichida tovari bor, bizning nishamizga to'g'ri keladigan, biz misol uchun faqat kosmetika brendlari bilan yoki faqat fitness brendlar bilan ishlaydigan bo'lsak, vulkanizatsiyani olmaymiz yoki semozavodni olmaymiz. Kategoriyasiga bizga to'g'ri kelmaydi. Bizda O'zbekistonda shunaqa tendensiya bor-ku, kelishadi-da, men targeting bilan ishlayman, men e-commerce marketing bilan shug'ullanmoqchiman. Okey, nima ish qilasan? Qanaqa klientlaring, qanaqa nishadagi klientlaring bor target sohasida desa, любой bilan ishlayman. Bittasi wedding studio, bittasi semozavod, bittasi fast food. Men savol beraman-da, qanaqasiga fast foodga san reklama qilib turib, o'sha narsaga ilhoming kelib, strategiya tuzib, srazu semozavoddan klient telefon qilsa, unga yaxshi narsa anaqa bera olasiz, strategiya tuzib bera olasan-da. Ya'ni bu fizически невозможно narsa-da. Balki katta agentstvalarda bo'lishi mumkin, lekin fizически невозможно narsa. Qanchalik kattalashganingiz sari sohangiz uskunlashib boradi. Ya'ni men o'shani tavsiya beraman-da, nimadir ish boshlayapsizmi? Farqi yo'q. Bu onlayn magazin bo'ladimi? Bu onlayn store ochmoqchi bo'lasizmi yoki e-commerce marketing agency qilmoqchi bo'lasizmi? Kichkina narsadan boshlang, bitta tovardan boshlang yoki bitta nishadan boshlang. Misol uchun bitta liniya tovar, bitta sayt va 10 ta Instagramga video. Bo'ldi, savdo ketadi-da, prodaja boshlanadi. Agar siz qutsangiz, sayt yasab, o'tga 50 xil tovar taxlab, 50 xil tovarni rasmga oldirtirib, keyin uni har xil, misol uchun bitta Instagram akkaunt ochdingiz, u Instagram akkaunt nima haqida? U kosmetika sotadimi yoki u bilmayman, bolalarni podguznika pampersini sotadimi? Ya'ni hozirgi auditoriyani, Instagramdagi auditoriyani e'tiborini juda ham узкий tema bilan jalb qilish mumkin-da. Broad, juda ham keng temadagi video, juda ham keng temadagi biznes yoki juda ham keng temadagi nimadir bilan jalb qilmoqchi bo'lsangiz, prosta e'tibor berishmaydi u narsaga. Вот o'sha filtrlarimizdan yana bittasi bu nisha. Bizning nishamizga taalluqli brend bo'lishi kerak. Va yana ikkita filtrimiz bor. Bu established brand bo'lishi kerak. Ya'ni o'zi qachondir offline magazin bo'lgan va endi onlaynga chiqmoqchi bo'lganlar bilan ishlamaymiz, chunki ularning byudjeti bo'lmaydi biz uchun. Ular tushunmaydi, onlaynda mazasini yeb ko'rmagan, kuymagan hech kim. Ko'p savollari bor. Juda ham ularni haligidagi o'rgatish kerak bo'ladi. Birinchi kursga jo'natish kerak bo'ladi, keyin ular bilan ishlaysiz. Established brand bo'lish kerak, 6 oy bo'lish kerak minimum ishlaganiga. Onlayn do'koni va reklamni byudjeti minimum $5000 bo'lishi kerak. Agar $5000 kam reklamni byudjeti bo'ladigan bo'lsa, demak bizga to'laydigan servis haqqi ham kam bo'ladi, $300-400 bo'ladi. $5000 bu trafik uchunmi yo umumiy anaqa? Facebookka tikadigan reklamni byudjeti $5000 bo'lishi kerak. Buni ichida sizlarni uslugingiz yo'q. Yo'q, bizning uslugimiz yo'q. O'shaning uchun misol uchun $1000 bo'ladigan yoki $2000 bo'ladigan bo'lsa, Facebookka tikadigan puli bizga tasavvur qiling, shuncha qilgan ishimizga $300 olamiz. Kerak emas-da u narsa. Endi yana bitta savol tug'ilyapti. E-commerce servisda qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lmaydigan ish o'zi. E-commerce qilganlar bormi? B2B da ham qilsa bo'ladi, servisda ham qilsa bo'ladi va hokazo. Lekin men shaxsan servisda qilib ko'rmaganman hali. E-commerce misol uchun o'ylang, Airbnb ham e-commerce-da. Shunaqa. Faqat Airbnb bilan ishlaydigan agentstvalar boshqa. Men podkastdan keyin bitta biznes modelni aytib beraman sizga. Faqat bu kamera oldida ayta olmayman-da u narsani, aka. Men bittasiga aytib berdim, aka, stop dedi. U biznes model chotki biznes model. U ham e-commerce-da, aka. Men o'ylardim, oldin ular o'zi videoga olib, rasm qo'yib, pul qiladi deb o'ylasam, yo'q, bitta model bir oyda bir marta rasmga tushib berar ekan, qolgan hammasini agentstvo qilar ekan va 50% olar ekan.
bu ham o'sha biznes model agency hisoblanadi. Misol uchun servisda u ham anaqa emas, tovar emas. Chet elli tajribalarni ham ko'rdingiz siz. O'zingizda ishlatib ko'rdingiz, keyslarni ko'rdingiz. Endi savol. O'zbekistonda qaysi platformada yaxshiroq auditoriyani, ya'ni yaxshiroq deganda qanaqa ob'yom emas, sotib olish qobiliyati kattaroq auditoriyani jalb qilish mumkin? Ikkita javob. Birinchisi, chet elda YouTube zo'r yuradi. Agar unga yaxshi pul, energiya va vaqt sarflansa, O'zbekistonda ham xuddi shunaqa, lekin bu endi YouTube madaniyati bizda endi boshlanyapti. Chet eldagi opitim bo'yicha men o'zim topgan coachlar, ya'ni o'zim o'qigan, o'zim o'rgangan, biznes modelini o'rganishga yordam bergan coachlarning asosiy formati bu YouTube. To'g'ri. Lekin O'zbekistondagi o'zbek segmentida foydali ma'lumot qidiraman desangiz, bir 100 baravar, 50 baravar kamroq ma'lumot bor bizda o'zbek segmentida YouTube'da. Va bu nima degani? Bozor bo'sh degani. Bozor bo'sh degani. O'zbekistonda bozor bo'shligini imkoniyat sifatida qabul qilish kerak-da. O'zbekistonda bozor bo'sh deb o'tib ketganimiz bilan hech narsa bo'lib qolmaydi-da. Menga shunaqa bitta case bo'ldi-da, okay, men kimligini va otini aytish xohlamayman, lekin 4 ta 5 ta shaxsiy brend quradigan odamlar bilan gaplashdim. 2024-yilda mart oyida. Rovna 1 yil oldin. Va men aytayman, siz aka nima ish qilasiz? Men e-commerce marketing agency bilan shug'ullanaman. Men chet eldagi e-commerce do'konlariga marketing xizmatini ko'rsataman. Performance based. Ya'ni sotilganiga men pul olaman. Fiksa ham olaman, lekin sotilganiga ham foiz olaman. Va buni qanaqa qiladi aka? Men nima qilish kerak? Foundation bor, outreach bor, team building bor, service delivery bor. Men hammasini tushuntirib berganimdan keyin do qarab turdi-da. O'zlarida 20 mingta auditoriyalari bor edi o'shanda. Qarab turdilar-da. Aka dedilar, siz kurs sotishingizga 10 mingta auditoriya yetadi. Ya'ni 10 mingta auditoriya yig'ib kurs sota olasiz. Va bu ishingiz bilan siz hech qachon 100 mingta, 200 mingtaga urinmang, qila olmaysiz, chunki ustki auditoriya aka hech kim tushunmaydi dedi. Ingliz tilini biladigan odamlar soni juda ham kam bizda. Okay dedim, ketdim. Ikkinchisiga bordim, ikkinchisi boshqa tomondan keldi. Andrew Tate'ga o'xshab qilish kerak. O'ris edi u, endi ikkinchisi Andrew Tate'ga o'xshab qilish kerak. Sen Hiltonga borasan, ertaga Hiltonda kokteyl smuzi ichib o'tirasan va seni maqsading nima? 9 dan 6 gacha ishlayotgan odamlarni qoralash, ya'ni ularning ustidan kulish, chunki sen unaqa ish qilmaysan. Sen ko'p pul topasan, 9 dan 6 gacha ishlagan odamlarga qaraganda. Borasan-da, ularning ustidan Andrew Tate'ga o'xshab kulib tashlaysan. Kim aytdim, cho'qib tashlashmasin meni dedim. O'zi yo'q narsa-ku bu. 9 dan 6 gacha ishlashni qoralamoqchi emasmiz, qo'shimcha daromad yo'lini ko'rsatmoqchimiz. Bilimni ko'rsatmoqchimiz. Odamlarda, chet eldagi odamlarda bilim bor, lekin motivatsiya bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun shunaqa gap so'zlar bo'ladi o'tda. Bizda na motivatsiya bor, na bilim bor. Birinchi bilimni beraylik deyapman-da. Ya'ni informativ bor. Informativ kontent bilan chiqaylik. Yo'q, o'xshamaydi. Okay, короче, ikkitasi bilan gaplashdim. 1 yilda aprel oyida 2025-yilda aprel oyida 158 mingta, men hozir 172 mingta bo'lsa, 158 mingta auditoriya yig'ildi, loyal auditoriya. Bunga ancha-muncha pul ketdi, ancha-muncha energiya ketdi. Savol berishadi-yu, nimaga, misol uchun mentorship bo'ladi, nimaga boshqa kechirasizlar, sizlarga tekin ma'lumot berish uchun ham syomka qilish kerak-ku ularni. Uni puli bor. U men adam bermaylar-ku pulni. Adam bermaylar-ku pulni. Yoki men misol uchun borib anaqa fondlardan olib kelmayman u pulni. Xullas, 152 mingta auditoriya yig'ilishi boshlagandan keyin, ya'ni 150 mingtadan oshgandan keyin yozyapti. Ya'ni hayotda misol uchun 14-yilda, 18-yilda, 20-yilda birga ishlagan odamlaringiz voy zo'r, men senga ishonardim. Zo'r deb yozyapti-da. Okay, men bu ma'lumotni so'ramadim sendan, sen ishonasanmi yo'qmi? Chunki sen o'zingning qaroringni qilib bo'lgan eding 2-3 yil oldin. Ya'ni men yordam so'rab borgan paytda sen prosta ignor qilding. Va men sen bilan podkast u yoqda tursin, sen bilan suhbat u yoqda tursin, konsultatsiya berishga men vaqtimni ayayman. Chunki sen boshqacha harakat qilding. Endi o'zim bilan o'zim gaplashaman, ularga prosta ignor qilinadi bu narsa. Va o'sha odam reklama so'rab chiqyapti. Aka, sizga o'xshamaydi, harakat qilmang degan odam, aka kollaboratsiya qilaylik, meni mana uslubalarim bor, siz bilan birga mana ishlaymiz. Chao. Chao deyiladi. Ya'ni bizada shunaqa yomon tendensiya bor. Bizada
bitta soha boshlanyaptimi, o'sha sohani bir yoqadan bosh chiqarib hamma bittada boshlab, bittada kimdir u momentini, kimdir bu momentini, kimdir bunaqa tomondan, kimdir bunaqa tomondan yoritmaydi. Hamma o'zicha yoritadi va hamma bir-biriga dushman. Bu lekin bor narsa. Hamma bir-biriga dushman. Bu nimadan kelib chiqadi? Ochko'zlikdan bo'lsa kerak. Men boshida aytdim, men senzurasiz gapiraman. Yo'qsa, o'shaning uchun ham ko'pchilik meni yoqtirmasa kerak deyman-da. Ya'ni, men ochuvchasiga aytaman-da, men unaqa qilib anu qog'oz ko'ramiz. auditoriyasi katta odam bo'lsa ham, boshqa odam bo'lsa, "Aka, anaqa okajonim, okam" deb anaqa qila olmayman. Ya'ni, men so'rayotgan narsamga pulini to'layman, o'sha ishni uslugasini olaman. Tekinga hech qachon hech narsa so'ramayman hech kimdan. Botda odamlarda shunaqa narsa borki, men bu sohani rivojlantirishga pul tikyapmanmi? Nimaga bu ham men bilan rivojlanish kerak? Men faqat o'zim rivojlanishim kerak degan narsa bor. Eplolmaysan. Sen bitta sohani, bitta davlatda eng top eksperti va o'sha sohani yakka yagona egasi bo'la olmaysan. Xohlasang, xohlamasang rivojlanadi soha. Shunaqa. Aytmoqchi bo'lganim, sohada bir-biri bilan birga ish qilish imkoniyati bor joyda, bir-biri bilan yaxshi sharoitda ishlash, kollaboratsiya qilish, birga qanaqa kompaniya ochib birga ishlash bor imkoniyati bor joyda, просто moshenstvo juda ham ko'p. Odam qo'rqadi kim bilan ishlashiga. Menda shunaqa case bo'ldi, eng yaqin o'rtoqlarim bilan bittasi bilan ishladim. Xudoga shukr, yomon отношениеda qolmadik, lekin u shartnomadan keyin biz boshqa ishlamaydigan bo'ldik-da biz bilan. Biz oxiri shu anaqa vaziyatga keldikki, biz alohida ishlaganimiz yaxshi ekan, anaqa qildik. Chet elda u уже boshqa tema. Chet elda yashagan, rostdan yaxshi kompaniyalarda ishlaydigan, top menejer bo'lib ishlagan, top kompaniyalarda ishlagan soha vakillari taklif berishadi sherik bo'lishga. Ular bilan ishlash qiziq. Chunki ular hamma case, space, kontrakt, hamma masalalarni oldindan hal qilib keyin ish boshlashadi. Negativ bilmayman. Men haligacha javobini topa olmaganman. Qayerdan kelib chiqadi bir-biriga. Mana negativ qayerdan kelib chiqadi deysizmi? Mana shu gapimdan keyin negativ keladi degan odam. U odam keyin gap tarqatadi, bu odam keyin gap tarqatadi. Men nima yo'qotmayman? Hech narsa yo'qotmayman. Men o'zim bilan отношениеda yomon muomalada bo'lgan ekspert bo'ladimi, o'rtog'im bo'ladimi? Buni men yuziga ham ochib ayta olmayman. Boshqa holatda ham aytib bera olaman. Bu g'iybat bo'lmaydi. Nimaga? Chunki men uni otini aytayotganim yo'q. Prosta shunaqa holatlardan ehtiyot bo'lish kerak deb aytib warning qilib qo'yaman. Chunki chet elga chiqmoqchi bo'lgan bizani sohadagi yoshlar juda ham ko'p ekanda. Men kelganimdan keyin 4-5 ta ekspert bolalar bilan ko'rishdim. Yoshroq, yosh kattaroq. Balida yashashga, Balida borib anaqa qilishga harakat qilishyapti. Yaxshi, malades, lekin o'tni o'zimiznikiga cho'qib qo'yishyapti-da. Endi savol, nimaga aynan Bali? Podkastda gapiriladigan gapni gapiraymi yo anaqami? Gapiravering bizda. Bizda mana bunaqa narsa bor, bitta prikol bor. Bizda o'quvchilar bor endi baribir mentorshipda. Yaxshi rezultat qildi, boshqa qildi yoki ko'ziga yoqadigan natija beryapti-da. Savol yoziladi-da gruppaga, qanaqa qildingiz? Qolganlar bilan ham ulashing desa, javob berishadi. Kechasi bilan uxlamadim, unaqa qildim, keyin yozaman. Tag qilib. Bunaqa gaplaringizni podkastda borganingizda qilasiz. Endi bizga real case gapirib bering deysiz. Aytmoqchi bo'lganim, Bali nima uchun Bali? Birinchidan ozodlik, networking. Ozodlik. Networking ikkinchi darajali. Chunki networkingga xohlagan joyda onlayn qilsa bo'ladi bizning anaqamizda, sohamizda. Ozodlik deganda nima ma'noda? Общественный мнение, ya'ni ijtimoiy fikrdan yiroqda bo'lish. Mana tasavvur qilasizmi hozir bu podkastga kelishim uchun men Instagramda kiyib chiqqan ko'ylaklarim ko'pi bir xil bo'lib ketganini hisobga olib, men borib alohida bugun City Mallga borib, kiyim olib, oq kiyim kiyib kelyapman. Nimaga? Ijtimoiy fikr. Bu muhim. Toshkent shahri, megapolis. Men Chorchida, Markada chiqib, probejkaga chiqib, probejkadan Starbucksga o'tib, o'tda o'tirib, kompyuterda ishlamayman-da o'zbek Toshkentda. Lekin buni ham minuslari bor. O'tda mana shu aurada ishlash, nima deydi, ilhomini topa olgan odam ishla oladi. Ilhom topolmagan yoki disiplinani saqlamagan odam yuraveradi plavkada, anaqada cho'milib, bassenda cho'milib-da. Chunki birinchi marta borganimda shunaqa bo'ldi-da menda. Ya'ni birinchi marta borganimizda umuman o'rgana olmadik Baliga. Nimaga? O'tda shunaqa narsa bor ekan. Ruscha qilib aytganda ostrov
принял или остров не принял degan narsa bor ekan. Biz endi bunaqa narsaga ishonmasdik, lekin bu meditsinaga borib taqiladigan narsa ekan. Iqlim o'zgargandan keyin, chisovoy poyez o'zgargandan keyin sizda muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Uxlolmaysiz, ertalabgacha uxlamasdan chiqasiz. O'shaning uchun o'tgan safar bizda realni yoqmadi anaqa Bali. Keyin ikkinchi free trial tugagandan keyin ikkinchisini boshladik-da. Ikkinchi marta borganimizdan keyin realni o'rganib qoldik-da. Endi men Baliga qaytib kelganimdan keyin uyimda ham ishlolmayapman, borib ofisga borib, coworkingga borib ishlayman. U yerda ham, ya'ni Toshkent qabul qilmayaptimi deyapman-da. Tushunmayapman. O'rtog'im aytadi, "Sen o'zi Balida borib ishlashing kerak." Biz arendaga stol oldik-da. Qarasam, bizning kvartirada stol yo'q ekan. Рабочий stol, o'sha stol olib, har kun o'sha yerda o'tirib ishlab o'tirdim-da. Shu Baliga boramiz, senga bitta stol olib beraman, o'sha yerda o'tirib ishlayverasan deb prikol qilyapti-da, borib ketish kerak qaytib. Lekin Bali realni tabiatni yaxshi ko'radigan odam uchun, okeanni sevadigan odam uchun, dengiz emas, Balida dengiz emas, geografiyani yaxshi o'qigan odamlar biladi, okeanda, Balida okean bor. Dengiz emas. Bu degani Hind okeani. Ha, ochiq okean-da, boshqa narsa yo'q-da, u nari yoq уже Afrika, bu yoq уже Avstraliya. Okeanni yaxshi ko'radigan odam uchun, samimiylikni yaxshi ko'radigan odamlar uchun zo'r joy Bali. Xalqi, oddiy xalqi kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi millat vakili, necha pul topishingizdan qat'iy nazar juda ham zo'r muomalada bo'ladi va siz xohlasangiz kechasi, xohlasangiz ertalab bemalol ishlay olasiz. Lekin bitta tomoni bor, shu O'zbekistonni oshini sog'inib qoladigan joylaringiz ham bo'ladi-da. O'zbek milliy taomlari yo'qmi? Ikkita bor. Bittasi Buxoro chayxona degani bor, u Ubud tarafda, u o'rmonlarning ichida, va Registon degani bor. Ikkita oshxona bor. Lekin baribir u yoq uchun yaxshi bo'lishi mumkin, lekin baribir 5 qozonga borib osh yegandek emas-da. Bali dedingiz-ku, nimaga mana svobodniylik deysiz? Svobodniylik faqat Balidami yo Maldiv bo'lishi mumkin yoki Dubay bo'lishi mumkin? Dubay issiq. Dubayga borganmiz? Borganman. Dengizga chiqqanmiz? Endi hozir va o'zi navbatda unaqa deyishligi mumkin, lekin Dubayda dengizda to'lqin yo'q. U ko'rfaz va u yerda suv hidlanadi, chunki turib qolgan suvda. U yerda, ya'ni chinakam tabiatni yaxshi ko'radigan odam uchun unaqa to'g'ri kelmaydigan joy bo'lishi mumkin Dubay. Dubay bo'li biznes sentr, Dubayda imkoniyatlar juda ham katta, lekin Dubay qimmat. Hozir mana gaplaringizni eshityapman-da, sizda уже lokal bloklar olib tashalgan. Men hozir endi o'zini yo'lini topmoqchi bo'lgan bolalar haqida aytmoqchiman. Misol uchun freelance yuribdi. SMM nimadirlar qilib yoki kimgadir shaxsiy brend nimadirlar, kimgadir saytlar yasab beradi, kimgadir Telegram bot yasab beradi. Короче, hali o'zini topmagan, почти. Qanaqa yoshda uni bilmayman, har xil yoshda ham o'zini topmagan bo'lishi mumkin. Qisqasini olib aytganda, shunaqa insondagi, shunaqa qatlamga sizni tavsiyalaringiz. Mana siz уже globalga chiqqansizda. Global tarzda menga keltirib berasiz. Mana bunaqa qilgan, bu bunaqa qilgan keyslarni keltirib berasiz. Chet el bozorlari bilan ishlamasa yoki global fikrlamasa, mahalliy fikrlashdan u yoqqa o'ta olmaydi-da. Shu baryerni kesish uchun nimalar qilgansiz? Mana siz aytdingizki, SMM sohasida yurganman, shu yerda shunaqa bo'lgan deb. Birinchi o'rinda nima qilish kerak, ikkinchi o'rinda nima qilish kerak? Shu baryerlarni olsa, inson mana bunaqa darajaga chiqadi deganman. Suhbatga final sifatida yoki buni chuqur absurdat qilish uchun. Xo'p, bu yerda ikkita narsa bor. Birinchisi mindset, ya'ni fikrlash, individual fikrlash, ya'ni odamni o'zini fikrlash, ya'ni men kimman va men nima qilishim kerak, nima qilish yoqadi menga degan, ya'ni mindset ustida ishlash. Birinchisi va bunga chuqurlashamiz hozir. Ikkinchisi barakani qidirish. Ishda. Bu naqadar aktual, kimlargadir naqadar aktual emas bilmayman, lekin men bu narsani aytmasdan o'tib keta olmayman-da. Любой suhbatda, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, qildik, ko'rdik, bordik, gaplashdik, shartnoma tuzdik deb gapirishdan, ya'ni men qildim deya olmayman men hech qachon. Hattoki o'sha narsani ko'pni o'zim qilgan bo'lsam ham, ya'ni Instagramda 95% o'zim qilaman, ya'ni postlarni o'zim chiqaraman, chunki dizaynerlarga ishona olmayman-da shu narsani. Oilada adam shu narsani qilmaslikka o'rgatganlar, ya'ni qildim emas, qildik, bordim emas, bordik, pul topdim emas, pul topdik. Mana shu baraka qidirish, birinchi o'zi baraka degan narsani qidiradigan bo'lsa, odamning mindseti ham o'sha yerga qarab ketadi. Bu degani ota-ona O'zbekistonda qolib, O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda
pul topib va O'zbekistonda vafot etishni talab qilayotgan bo'lsa o'sha ish qilish kerak degan emas. Любой odamga to'g'ri tushuntirish mumkin. Fikringizni, maqsadingizni va kelajakda qo'ygan gollaringizni. Birinchi narsa bu otaga, onaga ko'ngliga yoqadigan ish qiling. Ya'ni mayli sizni ishingiz ko'ngliga yoqmayotgan bo'lishi mumkin. SMM bilan shug'ullanishingiz neseryozni narsa deb qarashayotgan bo'lishi mumkin yoki global bozorga chiqib e-commerce bilan shug'ullanishingiz yoki chet elda tajriba orttirib kelishingizni noto'g'ri narsa deb ko'rishayotgan bo'lishi mumkin. O'zingizni ishingizni qiling, lekin ota-onani ko'nglini olishni birinchi o'ringa qo'ying. Men oxirgi 1 yil ichida shu narsani har safar qilyapman va har safar shokka tushyapman. Nahotki bu narsa rabochiy narsa edi va menga podkastlarda, intervyularda, domlalarning suhbatida men eshitganimda bunga oddiy qaragan ekanman. O'zi e-commerce ga kirib kelishimga ham sabab adam bo'lganlar. 16 yoshda maktabni bitirib litseyda o'qiyotgan paytimda tovar olib kelishgan, adam tovar olib kelardilar Turkiyadan. 2016-yil tasavvur qilsam, Instagram endi basic funksiyalar bor payt. Tovar olib kelishgan, tovar olib kelgandan keyin mashina endi sotamiz birga, onlayn store ochamiz. Chunki ular chet elga o'zlari borib, ko'rib, onlayn do'konlarni ko'rib, mana shu narsa O'zbekistonga kirib kelishini bilganlar. Va onlayn do'kon ochganmiz, где-то в rayoni $90,000 tovar olib kelganlar. Bitta sezonda qishda olib kelgan bo'lsalar, yoz oxirigacha уже sotib bo'lganmiz. Deyarli 80% ni Instagram va sayt orqali modamix.uz degan saytni yaratib, saytga tovarlarni taxlab, kameraga rasmga olib, hali ham bor o'sha kameramni hali ham olib ketaman. Chunki Singapurga borganimizda olib berganlar. Va biz qaytib borganimizda Singapurga mana ona vataningga olib keldim dedim, kameramga qarab. Va hammasini o'zimiz qilganmiz. Men e-commerce ga kirib kelishim ham adam sababchilik bo'lganlar. Lekin karyera davomida ba'zi bir ishlar yoqadi, oilangizga ba'zi bir ishlar yoqmaydi va haligi savolingizga кейslarim juda ham ko'p, ishoning. Juda ham ko'p. O'zini yo'lini topmoqchi bo'lgan, onlayn savdo qilmoqchi bo'lgan, onlayn savdoda ishlaydiganlar bilan ishlamoqchi bo'lgan, chet elda ta'lim olmoqchi bo'lganlar juda ham ko'pda, lekin baryeri oila, ota-ona. Endi bu joyda men o'zi hech kimga yordam bera olmayman-da. Men hattoki Malayziyada shunaqa qiz o'qiydi, u yig'lab telefon qildi. Men mana shu sohani ishlamoqchiman, Saydabro'r aka, sharoitlari bor. Lekin adam kontrakt to'lab men Malayziyaga o'qishga jo'natganlar. Men ko'ryapman shu o'qishni men xohlaganimdek emas va endi men e-commerce marketing agency o'qimoqchiman. Nima deysiz shu holatda? Yo adayning gapiga kirmay, davay o'qitaman deysizmi? Yoki ko'roz to'g'ri yo'lda bo'lishi mumkin, balki. O'shanda adasi keyin ertasi kun telefon qilganda aytdimki, men qizingizga aytdim, otangning gapini birinchi o'ringa qo'y. Agar olsang yaxshi, agar otangning gapidan ko'ra sen o'zingning gapingni ustunroq qilayotgan bo'lsa, o'zing bilasan, men bilmayman. Dedim qizingizga aytdim, bo'lishim bilan tinchib ketdi, lekin o'sha qiz instani tugatib keldi, hozir o'sha bizning sohamizda ishlayapti O'zbekistonda. Aytmoqchi bo'lganim, bizdagi o'sha global mindsetga chiqmoqchi bo'lgan aksariyat yoshlarni baryerlari juda ham ko'p. Shu baryerlarni yorib o'tish uchun balki bezbetroq xarakter kerakdir ularga. Balki. Meni o'zim xarakterim shunaqa. Endi men detallarga bera olmayman sizga, lekin hammani keysi har xil. Hammani keysi har xil. Menda maktabda ham shunaqa bo'lgan. Sen sal bezbetroqsan deyishardi. Litseyda ham mana kecha anaqa bilan gaplashdim, kuratorim bilan gaplashdim. Kuratorim endi prezidentskiy shkolada dars beradilar hozir, prezident maktabida. O'zbekistondagi top anaqa pedagoglardan bittasi litseyda zirillab titraydi bolalar, ularni ko'rsa, darslarda o'tirsa-da, va aytayotdilar, sen bezbet eding, sen kafedrada o'tirsam, eshikni tef kirib, men keldim deb kirib kelarding deyaptilar. Просто nima uchun? Vaysalab gap sotib o'tirish uchun-da. Ya'ni o'shalar aytganlarki, hayotda ikkita odam bo'ladi. Kimdir tip, kimdir xarakter. Tip bu общий. Misol uchun O'zbekistonda tiplar juda ham ko'p. Pista chaqadi, kontrol o'ynaydi, PUBG o'ynaydi va o'sha hayotda o'tib ketadi. Va katta bo'lganda qanaqa kasb egasi va nima ish bilan shug'ullanishi, nimadan nolishini o'zi juda ham yaxshi bilasiz bunaqa odamlar. Ikkinchisi xarakter odamlar. O'zining xarakteri bor, o'zi xohlaganini qiladi. O'zi to'g'ri deb bilgan ishni qilib, u noto'g'ri yoki to'g'riligini bilmaguncha to'xtamaydi. Va u holatda har doim guruch va kurmakka ajralib ketadi. Kimdir to'g'ri yo'ldan ketadi, kimdir noto'g'ri yo'lga ketib qoladi. Endi o'zi to'g'ri yoki noto'g'ri yo'lga ketishi uni o'zining ishi, lekin baryerni yengib o'tish uchun u birovdan yordam qidirish kerak emas.
ustoz, men sizni juda ham hurmat qilaman, menga yo'l ko'rsating. Ustozing o'zini yo'lini o'zi topgan, o'zini yo'lini topish uchun unga hech kim yordam bermagan va o'zini yo'lini topganda qilgan ishlarini senga u etmaydi u. Men bu mikrofonni oldiga chiqib olib, men bunaqa qilganman, o'shaning uchun mana shunaqa rezultat bo'lgan deb aytmaydi. Senga chiroyli qilib, bezatib aytadi. Na samom деле nima yo'ldan o'tganini Xudo biladi, o'zi biladi faqat. Senga u yo'lni aytmaydi, chunki qo'rqadi u ham o'zidan. O'shaning uchun baryerni yengib o'tish uchun men maslahat beradigan odam emasman, tavsiya beradigan odam emasman, lekin o'zimning shaxsiy opitimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu yosh katta bo'lgandan keyin emas, shu yosh paytida ota-onani gapi, so'zini hurmat qilish, ko'ngliga ozor beradigan ish qilmaslik. Chunki ota-onani ko'ngliga ozor beradigan ish qilsa, men ko'p bolalarni ko'rdimda, qimorvoz bo'lib ketdi. Ota-onasini chinakam kuydirdi, ya'ni isnot keltiradigan ishlar qildi, lekin u ishdan keyin hech qachon o'nglana olmaydi, chunki ota-onasini ko'nglini ortgan. Lekin agar meni opitim bo'yicha qarasa, halol yo'lda yursa, ya'ni ota-onasini boshini birovlarning oldida egib qo'ymaydigan ish qilsa va parallelni ota-onasini xursand qiladigan mayda ishlarni qilib turadigan bo'lsa, baraka keladi, o'zini yo'lini ham sekin-sekin topib ketadi-da. Emas, hammasiga plyus bezbet bo'lish. Ya'ni o'zingiz bilasiz, aka, bu sohada nafaqat biznesda ham, biron bir ekspert bo'lishda ham, bo'lmaslikda ham, в целом agar sen biznes qilmoqchi bo'lsang, bezbet bo'lsang, volk bo'lsang, o'zingni fikringni bildira olsang, sen yutasan. Agar qo'y bo'ladigan bo'lsa, просто sen yeb qo'yishadi. Bezbetlikni sal qog'ozga o'rab aytganda, hozir aytdingiz-ku biznesdagilar. Qaror aytdim, men qog'ozga o'rab gapira olmayman. Yo'q, o'sha ya'ni detallarini aytib berganda, biz prosta bir xilla bu gaplarni tushunmasligi mumkin-da, sizni gaplaringizni. Hamma qog'ozga o'rab gapirgani uchun siz gaplaringizni to'g'ri qabul qilmasligi mumkin. Nima deyapti bu? Cho'knutdim, jinnimisan? Dislike. Shuning uchun men hozir sekin suv o'tib ketmoqchiman. Bu o'sha aytganingizdek, qaror qabul qiluvchi inson. Qaror qabul qilishni biladigan inson. Misol uchun siz aytdingizki, haligi zavudchimi, kuratoringiz oldiga eshikni tepib kirishingiz ham bu o'zingizning qaroringizda. Qaror qabul qilgansiz, do'qingizga o'zingiz javob berasiz. O'zim javob beraman, qarochi bo'ldi, tepib kirgansiz. Baliga borib yashayapsiz, bu o'zingiz qaror qabul qilgansiz, o'zim javob beraman. Sizga keyingi gaplaringiz, ya'ni qo'yga o'xshab yashaveradi do's, bu demak o'zini qarori emas u. O'zini qaror qanaqa bo'lishini ham bilmasligi mumkin-da. Menchi bitta narsaga hayron qolaman-da. Bu o'zini olish emas, ommadan gapirish ham emas. Chunki omma haqida gapirish bu juda ham og'ir ish. Ya'ni hammaga javob bera olmaysiz. Hammaga hech qachon javob ber. Men ko'rgan 4 ta, 5 ta, 6 ta кейslarim aytadilar-ku. Men va mening do'stlarim. Sardor Salamov. Men va mening do'stlarim. Oke, ko'rayotgan bo'lsangiz, siz bilan ham gaplashadigan gapimiz bor dedi. Xullas, men va mening do'stlarim haqida gapiradigan bo'lsa, ko'pchilikni asosiy muammosi bu nima yoqadi va nima yoqmaydini bilmasligi. Ya'ni unga butun hayot davomida senga bu yoqish kerak emas deb singdirib kelishgan bo'lsa, uni aybi bo'lmasligi mumkin. Lekin o'sha narsani vaqtida anglab yetmasdan, miyasida lampochka yonib, to'xta, men o'zim nimani yaxshi ko'raman, o'zim nimani yomon ko'raman. Ya'ni birovlar uchun nimani yaxshi ko'rishim kerak, nimani yomon ko'rishim kerak emas. O'zim nimani yaxshi ko'raman, nimani yomon ko'raman va shu yaxshi ko'radigan va yomon ko'radigan narsalarim ichida qaysi birisi to'g'ri va qaysi birisi noto'g'rini aniqlab olib, golden ratio, oltin tenglik deydimi? Zolotaya seredina ni topib ololmasligidan aziyat chekadi odam. Va achitib gapirishga nima deydi, chiroyli qilib aytdi shuni. Va qog'oz suvab cho'ta men deb ketib qolganman. Va afsus bilan aytamanki, bu narsani oltin seredinani, zolotaya seredinani topa olmasligingiz, siz nimani yoqtirasiz, siz nima imkoniyatlarni amalga oshira olasiz, sizdan qo'lingizdan nima ish keladi, kelmasligini bila olmasligingiz, bu faqat sizning aybingiz, boshqalarniki emas. Bu ota-onangizni ham aybi emas. Bu coachlarni, sizning o'qituvchilaringizni, sizning travmalaringizni ham aybi emas. Chunki mana bitta travma olgan odam, mana ikkinchi travma olgan odam. Siz travmalaringiz bo'lmaganmi yoshlikda? Bo'ladi, hammada. Hamma bo'ladi. Lekin o'sha eng ko'p travma olgan odamlar nimagadir
wow bo'lib ketadi. Man hamma vasixatsiya qiladigan rol model deb biladigan odamlarim hammasi boshdan oyoq travma olgan odamlarda, emotional travma olgan odamlar. Va bu narsani baribir tagida o'zingiz yotasiz. O'shaning uchun hozirdan prosta o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishni o'rganing. Ko'pchilik aytadi, bir xil odamlarni ko'rsangiz, "Sen o'zing bilan o'zing gaplashasanmi?" da, imенно o'sha odamlardan nimadir chiqadi. Chunki u o'zini ichi bilan gaplasha olish qobiliyatiga ega, analiz qobiliyatiga ega. O'zini bilan o'zini analiz qila olmaydigan odamlar ko'p holatlarda birovlarni ayblaydi. Lekin yosh katta bo'lgandan ko'ra men ham shunaqa edim, oldin birovlarni ayblardim. Ya'ni siz aybdorsizlar, siz gapirardim. Hozir endi tushunyapmanki, bu yo'lni bosib o'tmaganida Saidabror bunchalik o'ziga nisbatan qattiq qo'l bo'lmasdan katta bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Chunki oppog'im, asalim, shakarim qilib katta bo'lgan odamlarni ko'rdikda. Oilada bitta o'g'ilmisiz? Yo'q, eng katta o'g'il emas. Nechta ukangiz bor? Bizda bitta ukam bor, ikkita singlim bor. Zo'r. Katta o'g'illar ko'proq mas'uliyatli bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa kerak. Men o'zim haqimda unaqa deyolmagan bo'lardim. Ya'ni men yondashuv, ana oilaviy yondashuv shunaqa bo'lgan. Katta o'g'ilga mana shu joyda o'zi endi o'ylab gapirish kerak-da. Bu oila masalasi nozik masala-da. Oyingizga kelgan podshodan gapirib bora olmaysiz. Katta o'g'ilga ruscha qilib aytganda, o'zbekcha ham bilar ekanman, umid ko'proq qo'yiladi. Nadejda. Ko'p qo'yiladi umid. Agar u umidni oqlay olmasa, katta o'g'illarning ikkita toifasi bo'ladi. Yo sinadi, yo undan ham zo'r bo'lib ketadi. Ya'ni ko'rsatib qo'yadi-da, to'g'ri, uni qo'lidan kelishini. Va menda juda ham ko'p ota-onalar bor auditoriyamda. Yoshlarda men o'g'lim bor, ukam bor, singlim bor. O'shani oling oldingizga, boshqa qiling. Men endi o'zimni bir nimalarni eplab qo'ygan odam deb hisoblamayman. Aslida u darajaga chiqishga sizga ham, menga ham necha yil bo'lishi mumkin. Lekin o'sha odamlarni tushunaman-da, men o'g'li yaxshi bo'lsin deydi. Yaxshi joyga ishga kirsin, yaxshi pul topsin, daromadi yaxshi bo'lsin deb aytishadi, ekspertlarga murojaat qilishadi. Bizning vazifamiz ham shu o'zi. Bilimimizni ularga berish. Shu odamlarga aytgan bo'lardim. Siz o'g'lingizni yoki qizingizni qo'lingdan kelmaydi deb aytmang hech qachon. Chunki qo'lingdan kelmaydi deb gapirilgan, uqtirilgan odamlarning ikkita toifasi bor. Yoki yaxshi bo'ladi. Sizning gapingizga vatvet ish qilib, vatvet harakat qilib yaxshi bo'lib ketadiganlar bor. Lekin aksariyat sinadi va hayotda baxtsiz bo'lib yashaydi. Sani qo'lingdan keladi, senga ishonaman. Men seni oldingdaman va sen to'g'ri yo'ldasan. Agar noto'g'ri yo'lda bo'lsang, birga to'g'rilaylik, ya'ni karyera masalasida. Deganlarni 90% dan ko'pi omadli bo'lganini o'zim ko'rdim-da. Napoleon sana aytadi, siz katta ishlar bilan mashg'ul bo'lishingiz kerak deb. Ya'ni men oppog'im, asalim, shakarim qilinish kerak deb aytayotganim yo'q. Yana gapimni to'g'rilab ketaman. Odam bitta mas'uliyatli ish epladimi, uni javobini berish kerak, uni anaqasini rag'batlantirish kerak. Mas'uliyatli ishni qildimi, anaqa bor-ku, har doim shu ko'zim oldida keladi-da, o'quvchilarim boshqa, chunki men o'quvchilarimni har doim rag'batlantiraman. O'zimni menga ishongan odamlarni, ya'ni nimadir o'rgatasiz deb meni oldimga kelgan odamlarni rag'batlantirishni ham bilaman, urishni ham bilaman. Lekin Despicable Me degan multfilm bor, bilsangiz agar. Gadkiya guruh bo'ladi, buni uzuncha anaqa bo'ladi. O'sha yerda bitta sahna bor. Agar topolsanglar qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Keladi-da, ona qara, men anaqa qildim, raketani makarondan yasadim. Yo'q, rasmni chizib keldim deydi. Rasmni chizib keldim, men oyga anaqa raketa uchiraman desa, deydi. Keyin maksimal o'xshat beraman sizlarga aktyorlik talantlarimni ishlatib. Keyin boradi, sal kattaroq bo'ladi, keyin anaqa raketani yasaydi, raketani makarondan yasab keldim desa, "Bu" deydi. Deydi, yana ishini qilaveradi. Keyin rostdan raketani yasaydi-da. Ona qarama, raketa uchiryapman deb bitta uchirsa, "Vau" qiladi-da, keyin onasi deb ishini qilib ketadi-da. Ya'ni bu narsani Anvar aka Abduqayim ham aytdilar shu kun podkastimizda. Aksariyat bizadagi odamlarni muvaffaqiyatga erisha olmasligining sababi nima shunda? Chunki 14, 15, 16 yoshli bolalar hozir nima ishlar qilib tashlayapti, qani aka? O'zbekistonda nisbatan oldin,
2006-2007 bunaqa darajadagi bilim olinmagan. Bunaqa darajadagi texnologiyalar bilan yoshlar ishlamagan va 14-15 yoshidagi bolalarni qilayotgan ishi ancha farq qilgan. 10 yil, 15 yil oldingi odamlarni qilgan, o'zini o'sha yoshida qilgan ishidan ko'ra kattaroq. Bu juda ham katta kuch, lekin to'g'ri ishlata olgan odam uchun juda ham katta kuch. Agar to'g'ri ishlata olmasa, u kuch yo noto'g'ri yo'lga kirib ketadi yoki sinadi u kuch. Tashqi omillar ham katta rol o'ynayotganda, ya'ni aura, sizni o'rab turgan insonlar, yoningizdagi e'tibor beruvchi insonlar, ya'ni oila. Mana shu narsa menda ya'ni aytishadi-yu, men o'zim qilganman, men shunga erishganman, men qildim deb juda ham o'zligini olib gapirishadi. Prosta eslang deyman-da, sizni eng qiyin kuningizda savol, mana proyektingiz o'lyapti, o'sha proyektingizga pul kerak. Va kimdan oxirgi mana mana shu o'xshamasa, kredit ham bermasa, mana shu odamdan so'rayman. Men endi kreditga taklif qilmoqchi emasman, lekin asosiy bizdagi odamlarni anaqasi kredit bo'lib qoldi hozir. O'xshamasa ishim, mana shu odamdan umid qilaman degan odamingiz kim? Mandami? Ota-onadan boshqasini. Ota-onada. Ota-ona muvaffaqiyatga erishganda ko'pchilikni ko'ramiz. Men qildim, do'stlarim bilan qildik va qildik. O'zini gapirishadi. Va shu holatda aytgan bo'lardim, men 14 yoshda sahnaga chiqqanimda ham aytganman, ota-onam sababchi. 20 yoshda sahnaga chiqqanimda ham aytganman, ota-onam sababchi. Misol uchun 14 yoshda maktab haqida gapirayotgan bo'lsa, 20 yoshda SMM agentство va hozir e-commerce marketing agency va blog masalasida keladigan bo'lsak, menga nechta paytda nechta odam отказ bergan bo'lsa, ota-onam отказ bermagan hech qachon. Va bu meni eng katta muvaffaqiyatlarimdan va imkoniyatlarimdan bittasi deb o'ylayman. O'zini topolmagan bolalarga yana qaytadigan bo'lsak, o'zingizni faqat o'zingiz topa olasiz. Ya'ni hozirgi kunda kitoblarni o'qib tashlab, YouTube podkastlarni ko'rib, YouTube'dagi darslarni ko'rib, miyangizni chiritgandan ko'ra, birinchi o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib olib, nima sohani qilsam menga yoqadi va nima soha menga pul olib keladi deydigan narsani topib oling. Faqat o'sha uzki nishada keting. Chunki hozir SMM ni ko'rishyapti, 10 kun SMM bilan shug'ullanib ko'rishyapti, tradingni ko'rishyapti, 20 kun trading, keyin shaxsiy brend yana alohida tema. Uni chuqur gaplashish kerak uni. Va sohadan sohaga sakrab yurganlar juda ham ko'p. Bitta sohani olib, o'sha sohada juda ham chuqur ketadigan bo'lsa, o'sha sohada qiyinchiliklarni bo'yniga olib, mazasi qochib, siqilib harakat qiladigan odamni har tomonlama ko'rish kerak-da. Ya'ni 360 gradus o'sha sohani ko'rib chiqish kerak-da. Rozvoy ochki bilan qarash kerak emas hech qaysi sohaga. Men hozir o'zim aytadigan bo'lsam, 2004-yildan beri o'sha sohada ekanman, hisoblab chiqdim-da hozir. 2004. Sohani bor-ku, sohani tanlash ham odamni o'zi yoshligidan bo'lish kerak deb o'ylayman men nazarimda. Misol uchun introvert odamlardan zo'r aytishnik chiqadi deb o'ylayman shaxsan o'zim. Chunki meni tanishlarim ham ko'pchilik aytishnik bo'lganimda, uni yaxshilab suhbatlashsangiz u ekstravert emas-da, aniq-da. Bitta joyda o'tirib, zo'r ish fokusga berib qila oladi. Zargar bo'la oladi. Zo'r kodlar yoza oladi. Chunki fokusni bitta joyga bag'ishla oladi. Ekstravert hech qachon menimcha bitta joyga bag'ishla olmasa kerak fokusini. Doim unga divish kerak, harakat kerak bo'ladi-da. Fokus bunaqa yig'a olasizmi? Shaxsan o'zimmi? Da. Fokus yig'a olasizmi? Fokusimi da yig'a olaman. Siz introvert emassiz? Yo'q. Ekstravertsiz. Yo'q, men introvert, lekin ekstravertlikni plugin qilgan odamman. Anaqa edition, Pro Max edition introvert. Introvertlar fokusni bitta joyga bag'ishlagan uchun ular detalni kira oladi haligi darsaga. Lekin degan joyi bor. O'sha aytganingizdek, tamadali qilish ularga emas. Qanaqangidir eventlarda yoki speechlarda ularga emas unaqa joy. Lekin siz aytganingizdek, strategga yonida yuradigan doim ekstravert insonlar bo'ladi, который marketologlar ikkita turga bo'linadi. Chunki u odamni ham, bu odamni ham o'zini plyusi ham, minusi ham bor. U minusi bor. Ikkalovi bir-birini to'ldiradi demoqchiman. Ikkalovi bir-birini to'ldiradi. O'zi mana bunaqa narsada boyagi yoshligiga qaytadigan bo'lsa, abonement sotib olasiz.
abonement sotib oldim bo'ldi menda 8 ta kubik tayyor bo'ldi degani emasda, ya'ni abonementni qo'lingizga qarab qo'yib yotsangiz urib kubiklar paydo bo'lib qolmaydi, bitta katta kubik paydo bo'lib qoladi deydi. Prostachi bitta narsa borda, yana bitta muammo bu o'qishga erinish. O'qishga, ko'rishga, ma'lumotni hazm qilishga erinish. Mana shundan eng katta muammo kelib chiqadi. Ya'ni bu tasavvur qiling, bu nima degani? Bitta sohaga qiziqyapsizda, YouTube u yoqda tursin, Instagramdagi 30 sekundlik videoni boshidagi 3 sekundidagi hukiga qarab ishni boshlab yuborasiz. Bir soatda huklar bor har xil. Fiverrdan $800 toping degan huk. To'xta, qanaqa topish mumkin $800? Prosta ana qanaqa topish mumkinligini qo'yib qo'yadi-da, anaqa ko'rmaydi-da. Bu yoqda o'zi Fiverr ochib, akkauntni ochib o'tirishadi-da, voy chiqmadi-yu $800 deb qo'yishadi. Ya'ni biron bir mahsulot yoki informatsiya yoki bilimni oxirigacha o'rganmasdan turib uni amalga oshirishni boshlash bu eng katta xatolardan bittasi. Mayli, u balki siz o'xshaydimi, o'xshamaydimi bilib ko'rmoqchisiz. O'xshasa davom etib ketaman, o'xshasa pul tikaman, o'rganaman. Bunaqa narsa emas-da bu. Ya'ni bozor emas-da, bitta yeb ko'rib qulupni shirin ekan hammasini olaman deydigan narsa emas-da. Siz polностью qulupnini o'stirganingizdan keyin o'zingiz keyin yeb ko'rishingiz mumkin. Marketingda ham, любой sohada o'zi. Misol uchun, kod yozadigan odam boshida bitta headerni yozgandan keyin voy zo'r chiqdi, dальше yozaman demaydi. Oldindan anaqa qiladi, struktura qiladi, boshqa qiladi. Hayron qolaman-da odamlar. Yana bitta shu narsani aytaymi? Batafsil ma'lumot bering degan narsa. Yana qancha batafsil ma'lumot kerak senga? Do'stim, YouTube bor, ChatGPT bor. Men kameraga bekorga qarab gapirmayapman-da, tushunasizmi? Ishlayaptim o'zi kamera. YouTube bor, ChatGPT bor. Hamma ma'lumot bor. Ayb o'zingda ingliz tilini bilmasligingda. Otang ingliz tili pul to'lab o'qitganida o'qitishing kerak edi. O'qituvching aytibdi ingliz tili o'qi deganingda, balki o'qituvchi yomon o'qituvchi bo'lgandir, balki o'qituvching o'qita olmagandir, balki praktikant o'qituvchi kirgandir senga, yoki umuman jismoniy tarbiya darsiga almashtirib berishgandir ingliz tili darsini. Lekin bugungi kunda nima to'sqinlik qilyapti YouTube bor paytida senga ingliz tilini o'rganishni. Agar ingliz tili o'rganadigan bo'lsang, senda juda ham katta imkoniyatlar ochiladi. Bu e-commerce marketing agencydan boshlab katta kompaniyani head rahbari lavozimigacha chiqishda. Chunki Garvard universitetini ham, Cambridge universitetini ham, MIT universitetini ham bepul kurslari bor ekan. Men shu yili bildim shu narsani. Men shaxsan o'zim o'qiganman New York Film Academy'da. Вот, o'shaning uchun siz kreativ odamsiz-da. Men bir marta topshirdim Hertfordshire University'ni Angliyadagi ochnisga topshirganman-da. Nima sohada o'qimoqchisan degandim, bundoq qaraganman-da, ichida qarasa filmography bor ekan. Voy deganman-da. Lekin nasib qilmagan o'sha narsada o'qish, lekin menda ham bor shu narsa, creativity. Chunki men yoshligimda, kichkinaligimda rassom bo'lgim kelganda, rasm chizardim. Keyin mana shu narsani to'g'ri yo'naltirganimizdan hisobiga marketingga kirganman. Ingliz tilini bilmasdan turib hech narsa qilib bo'lmaydi hozirgi kunda. Ya'ni o'zbek tili degan trend, o'zbek tilida gapirishimiz kerak degan trendlar rivojlanib ketyapti, to'g'ri. Lekin biz o'zi rus tili orqali nimagadir erisha olamiz degan zamondan o'tib ketdik. Biz ingliz tili bilsak, O'zbekistonga investitsiya olib kira olamiz. Tasavvur qiling, ingliz tili bilmaysizda, lekin Starbucks O'zbekistonga olib kirmoqchisiz. Bu katta kompaniya qiladigan ish. Lekin agar siz kompaniya rahbari bo'ladigan bo'lsangiz va ingliz tilini bilsangiz, bu narsa qo'lingizdan keladi, pulingiz bo'lsa. Lekin siz ingliz tilini bilmaysiz, hech narsa bilmaysiz. Komandangizga ham естественно ingliz tilini bilmaydigan odamlarni yig'asiz, chunki chista chapani kompaniya yaratasiz O'zbekistonda va maksimum mahalliy bozor bilan ishlay olasiz. Agar siz chet ellik kompaniyalar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, unda ingliz tilini marhamat qilib o'rganing, keyin o'sha keyingi etaplarni o'rgansangiz bo'ladi. Va batafsil ma'lumot bering deganda men tushunaman, bilasizmi, aka? Ingliz tilidagi hamma bor YouTube'dagi ma'lumotlarni o'zbek tiliga tarjima qilib, menga YouTube'ga chiqarib bering. O'zbek tilida men kontent ko'rgim kelyapti deydi. O'zbek tilida uni narsani qo'yib berganingizdan keyin ko'rmaydi. Chutdi, nimani gapiryapti deydi-da. Bor orasida tushunadiganlari bor, lekin yoki umuman men hayron qoladigan narsam, men bizda anaqa ulangan, chat place ulangan.
darslik jo'natiladi. Darslik jo'natilgandan keyin yarim soat, 1 soat, 1,5 soatdan keyin SMS boradi. Darslikni ko'rdingizmi? Men fikringizni bilmoqchi edim. 99% odam zo'r ko'rdim, yaxshi, zo'r deyiladi-da. Endi darslikni jo'natilgan odamlar soni 12 mingta bo'ladigan bo'lsa, prosmotr aytaylik 5 mingta, 5,5 mingta bo'ladigan bo'lsa, zo'r deb yozgan odamlar 10 mingtada. Matematikaga to'g'ri kelmaydi. Qanaqa qilib siz ko'rmasdan zo'r deb yozyapsiz. Ya'ni o'sha narsaga bizda odamgarchilik birinchi o'rinda turadi O'zbekistonda, lekin hurmat yo'q. Odamgarchilik bor, hurmat yo'q. Ya'ni sen o'sha darsni so'rab oldingmi, o'sha darsni ko'rishing kerak. O'zingga nisbatan hurmating bo'lishi kerak. Chunki sen nimaga u psixologiyaga borib taqaladi bu narsa. Sen nimaga dars so'rading? Chunki sen darsga qiziqish bildirding. Bu sening qaroring edi. Dars o'qish yoki biron bir sohaga qiziqish. Ko'pchilikning bahonasi bor. Vaqtim yo'q edi. Menda sinaganman-da. VSL format bor. 80% dan oshiq, 83 midi, shunaqa edi. Vaqtim yo'q edi deb yozadi. Nimadan dalolatsa yana why deb so'raysiz, nimaga. Keyin oxiri aniq bo'ladi, u uje qisqa ma'lumotlarga o'rganib qolgan. Reels katat qilaverib, qisqa ma'lumot o'rganib qolgan, haligi darslikni ko'rgan, boshida huk ko'rmayapti. Uje miyasi nima bo'lyapti deb ichkarida bola to'polon bo'lyapti miyada. Keyin qo'ygan deydi, buni nima qilasan deydi-da, bo'ldi ko'rmaydi. Lutsi katta reels ko'ramiz. 15 tami, 2 soat o'tirsang bir 350 ta reels ko'rib qo'yar ekan. 350 ta reels yengil dopamin olasan, mashina o'zi yetadi. Nima qilasan buni boshingga qotirib deydi. Bitta qiz yozyapti-da menga. Freelancerlik bo'yicha 30 sekundli reels qo'ydim. 2,5 millionta prosmotr yig'di, 35 mingta odam olib keldi akkauntga. Bitta reels. Va men bitta qiz yozyapti. Siz deyapti yolg'onchi ekansiz. Nimaga unaqa deyapsiz desam, siz oson ko'rsatib beryapsiz, unaqa oson deyapsiz. Endi savol, Reelsda oson degan so'z ishlatildimi? Yo'q. Nima degan so'z ishlatildi desam, agar farosatni yig'ib, diqqatni jamlasa, yaxshi rezultatga chiqsa bo'ladi degan gap ishlatilgan oxirida deyapti. Nega o'shani qilmayapsiz desam, endi bu videoni ko'rdi-da ota-onam, endi men shu dizaynerlik sohasida ishlayman, mendan talab qilishyapti. Sen yarim yildan beri nimaga rezultatga chiqa olmayapsan deb talab qilishyapti, deyapti. Endi o'zini anaqasini nima deydi, natijaga chiqa olmayotganini boshqa odamlardan ko'ryapti-da. Keyin men aytaman, qarang, bu butun bir sotuv va bilim sistemasi. Buni quryapmiz biz hozir. Ya'ni boshda hook ketadi, reelslik, ketidan keyin PDF fayl ketadi, ketidan keyin YouTube video ketadi, ketidan keyin 7 ta dars ketadi. Oxirgi qiziqqanlar yetib boradi, qiziqmaganlar bizga kerak emas, to'g'rimi? To'g'ri, lekin siz bittada shunaqa katta video qilsangiz bo'ladi-ku Instagramga. Qilaman, ko'rasizmi, to'g'rimi? Ko'rmaysiz, nimaga unaqa deyapsiz? Ya'ni bizda batafsil ma'lumot so'rashadi, lekin batafsil ma'lumot ko'rishga vaqtlik yo'q. Shunaqa. O'shadan kelib chiqadi deb bir. Endi bu narsani tushunyapmanki, odamlarda, men va mening do'stlarimda YouTube'da video chiqardik. O'sha Malayziyadan ketishdan oldin video yozdik. U video shunaqa nomlandiki, onlayn biznesdagi yolg'onlar. Ko'rdim. Onlayn biznesdagi yolg'onlar. Fikringizni aytdingiz, o'shanda men tushundim nimaga unaqa fikr bildirganingizni va o'sha yerda bitta gap aytilgan. Bizani odamlar biron bir ish qilishdan ko'ra va natija olishdan ko'ra o'sha ishni qilayotgan odamlarni qanaqa qilib qilayotgani orqali qanaqa qilib mazza qilib yashayotganini ko'rishdan mazza qiladi. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda biza yaxshi yashashdan ko'ra yaxshi yashayotgan odamlarni ko'rishdan mazza qilamiz. Shu eng katta muammomiz. Men ham shunaqaman, to'g'risi. Men ham Instagramda seriozniy, Instagramda o'zini maqsadini aniq anglab olgan odam sifatida blog yuritsam ham, baribir hamma odamning o'zini minuslari bo'ladi orqada va men bu minuslarni aytishdan qo'rqmayman. Men juda ham ko'p depressiya va stressga tushib qoladigan holatlarim bo'ladi va u yoqdan qanaqa chiqib ketishni men o'zim bilmayman. Ya'ni men prosta vaqt beraman o'zimga va bir hafta 2 haftadan keyin sekin o'zimga kelaman-da. Ya'ni xuddi men qilayotgan ishlar hech narsadek va xuddi men qilayotgan ishlar hech kimga kerak emasdek va xuddi men yozayotgan videolar ham hech kimga kerak emasdek tuyulishni boshlaydi. Va yaxshi ham auditoriya bor va u eslatib turadi, что meni berayotgan ma'lumotlarim qaysidir kimdirga nimadir yordam berayotgan.
zo'r insaytlar oldim. O'sha shaxsan o'zimga ham zo'r insaytlar oldim. Agar sizlarda ham qanaqangidir insaytlar tortilgan imkoniyatlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Kommentariyada baribir kimdir o'zini insaytini yozadi, ular ham sizlarga qanaqangidir foyda bo'ladi. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Rahmat. Eng qizig'i juda ham katta. Men o'zi podkastga tayyorlamasdan kelaman har doim. Men ham почти tayyorlagan. Chunki men bitta narsani tushundimda, bizda shunaqa odamlar bor ekan, podkastga reels qilish uchun kelar ekan. Endi bu to'g'ri, biznes maqsad, lekin agar podkastga tayyorlanmasdan kelsangiz, zo'r reelslar chiqadi-da uning ichida. Samimiy. O'shaning uchun agar men bergan ma'lumotlar sizga va auditoriyaga foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Men o'zini bilimini bekitadigan, opitini, кейslarini bekitadigan, faqatgina omma oldida ommaga yoqadigan gaplar gapiradigan odamlar toifasiga kirmayman va kirmoqchi emasman ham. To'g'rirog'i. Kirmoqchi emasman ham va balki yaqin kunlarda, yaqin hafta, oylarda mani podkastimga sizni taklif qilish birinchi prioritetga qo'yamiz, chunki siz bugun meni bildingiz, lekin men 2004-yildan beri marketingdaman degan so'zingizdan tinga qizil chiroq yondi. Mana ancha-muncha gap bo'lsa kerak o'tdi dedimda. Siz bilan ham yaqindan tanishish bizaga juda ham qiziq. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Ketmoninglar uchib yursin. Rahmat. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun yana bir bor rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar.